Assalomu alaykum hammalarga. Ko'p savollar bo'lyapti. Nijniy, verniy qanday farqi bor bular? Hamma qiziqyapti. Nijniy olsammikin, verniy olsammikin, bunker alohida olsam. Hozir sizlarga nijniy bilan verniyni bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana verniy 20 kilovatlik kotел. Deylik mana 20 kilovatlik kotел. Ko'rinishi почти bir xil, faqat ventilyator joylashuvlarda farq qiladi. Teploobmennida turbalari ham bir xil, issiq oluvchi joyi ham. Mana nijniy, mana verniy. Ikkita yonma-yon turgan kotelni ko'rsatamiz. Ko'mir sig'imi ham почти bir xil. Bunda 40 kilo bo'lsa, bunda 42 kilo ko'mir sig'adi. Lekin yonish vaqti ham почти bir xil. Faqat bu yerda qozoq, qirg'iz, o'zbek bo'lsa ham mayda quyqumini solinmasa bo'ldi. Bu kotellarimizda bo'lsa, maydaroq bo'lib qolsa ham quyqumini angrennikini ham qo'yadi. Tutun miqdorida farqi bor. Bunda praktiski tutun ko'rinmaydi dimoxoddan, bunday qaraganingizda, bunda ozgina tutun miqdori bo'ladi, o'chib yonganda. Shuning uchun kimdir aytishi mumkin, qaysi bir kotelni olsam, dangasalar uchun bo'lsa, qirg'iz, qozoq yoqami, o'zbek yoqami, dangasalarga bu. Faqat eng kamida nohotdek ko'mirlar bo'lsa, unga zo'r bo'ladi. Nohotdek, yong'oqdek, endi undan kattasi o'zi kerak emas. Maksimal mushtdek bo'lsin. Mana mushumdek bo'lsin, bo'ldi. Bularga xohlagan payt ustiga solib qo'yish udobniy. Misol, bemalol ichini ham ko'rsatsak bo'ladi. İçlarini ko'rsatib bering. Mana mana shu ko'mir xohlagan payt solinaveradi, tagidan yonib tugaveradi. Buni afzallik tomonlari shu edi. Endi nijniy goreniyani faqat bitta minusi, shu quyqum solmasangiz bo'ldi bunga. Toshli ko'mir bo'lmasa bo'ldi. Xohlagan payt ustiga ko'mirmi, o'tinmi, любой yonuvchi narsani qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Bu yerga keladigan bo'lsak, bunda bitta zapravka qilinadi, ustma ust so'bilmaydi. Bitta solindimi, yonib olish kerak oxirigacha. Yonib olib, cho'g' qolganda shuni tayini tozalab olib, yana ustiga solib qo'yiladi. Bu dimoxodga tutun bermaganligi uchun o'ta injiq qo'shnilar bilan yashaydigan odamlarga, o'ta amaliy shaharda ichida yashaydigan odamlarga bu yaxshi. Lekin haligi belalma bo'lsa, angren bo'lsa, mononi ham yaxshisiz bo'laveradi. Lekin qozoq ko'mirda bo'ladigan bo'lsa, bu jicha tutun ko'proq beradi. O'tin bilan qozoqqa shaharda ichiga bo'lmaydi. Agar belalma qirg'iz bilan angren o'zimiz ko'mirda yoqadigan bo'lsa, bemalol shaharda ichida ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun endi ko'mir tanlayotib ham, kotel tanlayotib fikrlab olish kerak. Qozoq ko'mirda haqiqatan tutun miqdori ko'proq. Misol tavsiya bermayman, shaharda ichida qo'shnilarga ziyon keltirmayman desangiz, bunga faqat belalma bilan o'zimiz angren ko'mir yoqing. Yo'q, agar hamma ko'mirni yoqishim kerak, ancha-muncha siz tugaganda keyin zapravka qilaveraman desangiz, unda verniy goreniy oling. Umuman tutun miqdori ko'rinmaydi, qo'shnilarga zarar kelmaydi. Maza qilib ishlatasiz. Unda buni tavsiya qilamiz. Misol, sizlarga qisqacha bir qator tushuntirib o'tishga. Verniy nima-yu, nijniy nima? Buni tepadan bitta yoqib qo'yasiz, bitta tutasida to'ldirib, ko'mir to'ldirib turib, yonib mashigacha tushguncha ko'mir so'bilmaydi. Pastga yonib tushish kerak. Cho'g' qo'yganda olib tashlanadi. Endi misol, angren bo'lsa har 12 soatga to'ldirib olasiz. Belalma qirg'iz bo'lsa, bir sutkada bir marta almashtiravasiz buni ham. Unaqa ko'p vaqt egallamaydi. Endi xohlasanglar bitta kotelimiz bor, hozir o'zimizga mayda. Uni yoqib, sizlarga bitta ko'rsatib ham qo'yamiz. Nijniyda faqat. Nijniyda bitta ulangan tayyor kotelimiz bor, bitta yoqib ko'rsatib beramiz. Uni ham yoqish oson, buni ham yoqish oson. Faqat nijniyda tushunganinglardek xohlagan payt solib qo'ysanglar bo'laveradi. Bunker alohida shineli kotel bilan bir xil prinsipda ishlaydi. Faqat bu 1 sutka yonadigan bo'lsa, u 2 sutka yonadi. Shu yerda farq qiladi. Endi u nam ko'mir so'bilmaydi bunker alohida variantga. Bunga qizig'i yo'q. Necha nam bo'lib qolsa ham ketaveradi. Necha yirikroq bo'lib qolsa ham ketaveradi. O'tin bo'lib qolsa ham ketaveradi. Mana yaqishga keldik. Mana bitta hozir 15 talik nijniy goreniyni kotelni bitta yoqib ko'rsatib beramiz. Qanchalik qiyinligi yo osonligini ko'rib olasizlar. Har doim qanday yoqiladi, savol-javoblar bo'ladi. Shuni bitta ko'rib olasizlar. Verniyniki o'ta oson u ham. Nijniyniki sal qiyinroq degan o'ylashinglar mumkin. Bu ham qiyin emas. Mana qog'oz bor. Kartonlardan tayyorlab qo'yganmiz. Birinchi karton tashlab olamiz buni. Mana buni yuqalarni ham tagiga tashlab olaylik, osonroq tutashadi. Shuni ustiga tashlab yuborasiz. Keyin o'tin. O'zini ichiga sig'adigan o'tinchalardan tashlab qo'yamiz endi. Bu boshqa hech narsa emas. Endi kamerani olib keling, ko'rsating. Ichini. Ko'rinda o'tin turibdi. Endi pastda mana pastga olib keling. Eshik ochiq. Pastga olib kelsangiz, mana maydan qog'oz ko'rinadi mana. Oralikdan hozir mana shunday tutashtirib qo'yamiz. Kuch chaqib, xohlasak buni bir tomonni ochib qo'ysak bo'ladi mana.
eshik bu. Xolos ochib qo'yib tutashtiramiz, yana ham oson bo'ladi. Bugut yondi. Qog'ozga tutashtiramiz. Bizga mana shu ham bo'lsa bo'ldi. Qiyin, osonligini bilib olish uchun. Kimlargadir bu narsa qiziq. Oddiy o'choq o't yoqqandek tutashtirib olsak bo'ldi. Boshqa muammo yo'q. Endi agar bunga atrobotka, simchka va mohyo bo'lsa, yana ham oson tutashadi. Tez yonib ketadi. Bu karton yana ham sekinroq yonadigan narsa. Mana yoqib qo'ydik. Hozir 1 minut, 1,5 minutda tutashadi. Uzoq vaqt ko'p ketmaydi. Faqat mana eshiklarni e'tiboringlar, mana birinchi yoqayotganlarda nijniyda tepa eshigi ochiq turishi kerak, pastdagi eshik ochiq turishi kerak. Sababki havo kirib, mana yoqib olish uchun. Jinday ilashib olguncha sabr qilinadi 1 minut, 1,5 minut. Bunaqa uzoq vaqt ketmaydi bunga. Prosta 1 minut, 1,5 minut kutib turamiz. Uzoq emas. O'tinga ilashib oladi o'zi. Mana hozir bunday qarasangiz, kamerani ko'rsatsangiz yonyapti o'zi mana. O'tinga ilashni boshladi o'zini holatda. O'ttalik o'choq yoqqandek. Mana yonyapti. Mana o't yonishni boshladi o'zi. O'tin ozgina ilashib olgandan keyin ventilyator qo'shsak bo'laveradi. Eshikni yopamiz. Bunga hozir elektronikani yoqib qo'ysak. Mana elektronli miya yondi mana. 60 ga qo'yilgan, tepasi 23. Kotelda gradus 23 gradus turibdi. Mana yonishni boshladi. Ventilyator qo'shib ko'ramiz mana. Mana. Bitta ochib ko'rsating endi mana. Birpasda gurullatishni boshladi, yonishni. Tez tutashtirib yuboradi. Endi 1 minut, 1,5 minut bunday yonib olgandan keyin o'sha yovib qo'ysak bo'laveradi. Mana o'tin ilashayotgani bilinyapti o'sha. Yana 1 minutcha mashinada kutsak, mana 1 minut o't yoqqan bo'lsak, 1,5 minut mashinada ventilyator ishlayotgan holatda ko'rsak, o't o'sha zo'r yonib, bu yoqqacha chiqish boshlaydi o'sha. Mana hozir mana o't bu yoqqa chiqishga harakat qilyapti o'sha. Mana ventilyatorni mana polniy qiladigan bo'lsangiz, bu yoqqacha chiqib ketaman deb harakat qiladi. Endi buni eshigini yopib qo'yamiz. Yopib qo'ysak, o'sha teploobmennidan 3 marta aylanib chiqib ketishni boshlaydi. Pastdan birinchi qatordan chiqadi, ikkinchi qator turbalarga tushadi, uchinchi qatordan keyin dimoxodga chiqib ketaveradi. Boshda yoqqaningizda bunda ham tutun bo'ladi. Yuringlar, tutun miqdorini ko'ramiz mana. Mana boshda yonayotganda mana shunaqa tutun miqdori bo'ladi. Keyin kotel qizib olgandan keyin u narsa yo'qib ketadi o'rtoqlar. Boshda mana shunaqa tutaydi. Normalniy tutun chiqadi. Kotel qizib olgandan keyin yo'qoladi. Mana dimoxodda tutun emas. Hozir. O't tapkali ko'rsataveramiz. Mo'ri qizidi, o'sha tortish ichkariga zo'r tortyapti. Mana bu yoqqa tutun bergan yo'q hozir. Ichkariga zo'r tortyapti hozir. O'tin yonyapti, tortishi ham zo'r. Endi buni ustiga ko'mir solib qo'yganimiz ekan, bu yonayotgan o'tni pastda ko'rmaymiz biz. Bizga ko'rinmaydi. Faqat pastki eshikni ochganingizda o't ko'rinadi xolos. Boshqa payt siz bu o'tni ko'rmaysiz. Mana hozir o'sha 1 minut, 1,5 minutda 43 gradusga chiqdi. Endi где-то bir 10 minut, 15 minutda to'liq chiqib oladi. Endi qish paytida yarim soatkada chiqadi. Ko'pil pol bo'ladigan bo'lsa, misol bizga o'xshab. Ko'pil polni o'sha 2 sutkada o'zining holatiga keladi. Gradus ko'tarilaveradi, lekin 2 sutka boshda qo'rqmaysizlar. Ko'pil polda 2 sutka beton qizib olguncha vaqt ketadi. Hozirgi holatda endi o'zini havasda ishlatyapmiz pashti. Atapleniyada 10 minut, 15 minutda hamma radiatoringiz bo'ladi. Lekin ko'pil polda uzoqda siydi baribir. Ko'pil pol betonga sig'inib berib qaytib kelaveradi, sovuq qaytib keladi. Atapleniya sistemada bo'lsa tez isiydi. Hozir mana gradus tez ko'tarilib ketyapti. Hozir endi o'tinni o'zini jichcha tashlab qo'ydik. Prosta qanday yoqishga, qanday foydalanishga. Hozir misol 1 minut, 1,5 minut bilan o'tin ilashdimi? Ustiga ko'mir to'ldirib qo'ysangiz bo'laveradi. Xolasiz o'tinda, xolasiz ko'mirda. Belalma bilan, mana misol nijniga asnoviy belalma yoqsanglar, tutun miqdori kam bo'ladi o'ta ham. O'zbekiston angren ko'mir bilan belalmada. Endi mana nimada ham, lekin endi u qimmat tushib ketib qoladi. Suluxda ko'mirlarimiz bor. Suluxda ko'mirda ham tutun miqdori pastda bo'lmaydi, lekin u qimmat tushib ketib qoladi. Sizlarga shunga tavsiyam belalma eng uzoq yonadigani, puli ham arzon tushadigani. Endi qozonlik ham yaxshi bo'laveradi, lekin tutun miqdori bor bunda. Morga tutun miqdori beradi.
tutun bo'lgani uchun ozgina bo'lsa ham tutun bor uchun uni kimdir yoqtiradi, kimdir yoqtirmaydi. Shuning uchun men tavsiyam ko'proq belalma yaxshilar tavsiya qilaman iloji bo'lsa. Iloji bo'lmasa qozog'on bo'laveradi. Angren ham bo'laveradi. Angren ham bo'lmaydi emas. Biroz soatda farq qilib qoladi. Lekin hozir ham yomon emas. Mana уже 47 ga kelib qoldi, 46 ga chiqibdi. Yonishlari haqiqatda zo'r, maza qilasiz. Eng qiziqarligi buni xohlagan vaqtingiz ventilyator mononi o'chiriladi. O'chirib turib, misol ustiga bemalol zapravka qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Eshikni ochasiz, o'zingiz urib yubormaydi. Bir 30 sekund kutib tursangiz, ventilyator pasayib oladi, keyin bemalol ochaverasiz. Endi biz hozir bunga ko'mir solmaymiz. Prosta yoqishni ko'rsatib, o'rgatib qo'yish uchun video oldik xolos bunda. Chista ko'rsatish uchun xolos. Ko'mir ham уже yonib tugayapti ekan. O'tirimiz ham yonib tugayapti ekan, ozgina qolibdi. Yonib olsa. Ozgina qolibdi. U yonib olgandan keyin biz baribir o'chirib qo'yamiz, uni yoqmaymiz. 47 gradusga chiqdi hozir. Agar yana bir 4-ni tashlab qo'ygan bo'lsak, 50-60 ga ham bemalol chiqaveradi. Lekin bizga u narsa hozir kerak emas. Yoqib qo'yish bu juda qiyin emas, oson. Hozir agar ko'mir bo'lganda bemalol yonaveradi. Hozir gradusimiz mana 59 ga yetib keldi. Hozir yana ikkita qog'oz yetmay qolib tashlab qo'ydik, bitta kichkina korobkacha. Hozir ko'ramiz 50-60 ga chiqqanda o'chish kerak hozir ventilyatori. Uni ham bitta ko'rib olamiz hozir. Tutganingda o'chmaydi o'zi. Aytdim. Mana 60 ga chiqdi, o'chdi. Уже endi dam oladi. 10 gradus pasamaguncha ishlamaydi endi. Bu 50 gradusga tushganda ishlashni boshlaydi. Ungadir endi bu ishlamaydi. Dam oladi. 10 gradus qachonki pasaysa, shu paytda yana qo'shadi. 10 gradus endi pasayish kerak, 50 ga tushish kerak. 50 ga tushmaguncha ishlamaydi mana. Даже 61 gacha chiqib oldi endi mana. O'chgan paytda. Normal. Demoqchiman, buni yoqish juda ham oson. Bitta yoqib qo'yganingiz keyin xohlagan paytingiz ustiga kelib tashlab qo'yaverasiz. Постоянно uni ustidan qarab turishingiz. Keyin eng qiziqarli yarim bo'lib qolgan bo'lsa namoda kelasiz yana tashlab qo'ysangiz bo'laveradi. Uni o'chishini to'liq kutish shart emas. Mana ichida ham hozir ochuvdik, yana yoqqa tagiga tortyapti ana. Yana yonishni boshlayapti. Uni o't ketyapti, yana yonyapti. Mo'riga keladigan bo'lsak, mana mo'rini ham aytib o'tib ketaylik. Mo'ri hech bo'lmasa 6-7 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Shunda bunaqa tortish, tutun bo'lmaydi. Mana eshikni ochganingizda o'ziga tutun urib olmaydi. Mana bunday ochganingizda yana yonaveradi, o'zi tortaveradi. Yopdingiz, o'chaveradi. Bu yerda zaslonka klapan bor. Klapan o'zi fudaganda ochiladi. Fuda bo'lgandan keyin mana o'zi avtomatik yopilib qoladi. Qo'yib yubordingiz, yopiladi. Fudaganda ochdi, yana yopilib qoldi. Yoqishni ko'rib oldinglar. Verhniyda ham bir qator imkoniyat bo'lsa videoga joylab qo'yamiz. Hozircha xayr, hammanglarga like, podpiskalar esdan chiqmasin.